أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Cenab-ı Allah Subhanahu ve Teala ve Tekaddes ki hamdü sana Peygamberimiz Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua selam yollap boğandan keyin maksat kelsek bugün sözlemoqchi bo'lganimiz التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح namlıq Sahih Buxari'nin qısqartılmasının 3-cü dərsiga keldik. Bugün sözlemoqchi bo'lganimiz El-Muselsel bi Tahrik Şefa degan mashhur danlıq hadis. Yani kalp hükünü midirletiş bilen zencir sıman ulunup kelgen hadis degan meşhur hadis sunnat ilmideki en meşhur muşu hadisini sözlemoqchimiz. Biz aldı bilen bu hadisniki metnini, tekstini bir kısaca tercüme kılıp öteyli. Andın keyin bunu şerhlep ötümüz. Bugünkü dersimiz muşu boladı tabi. Biz şu Tecrid-i Salih degan bu qısqartılma kitapçının kaidesi boyunca ravilarning isimlerini sözlemeyimiz. Faqatlam sahabe, Resulullah'a ulaşkan sahabenin ismini sözleyimiz bu kitabın kaidesi boyunca. Nima uchun taliplarga, yangi o'qish boshlagan taliplarga yengil bo'lsin, az vaqtda jiq bilimni egallashi uchun. An ibn Abbas radhiyallohu ta'ala anhu fi qawlihi ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. İbn Abbas radhiyallohu anhu'dan rivayet. Bu hadis bugünkü sözlemoqchi hadisimizni rivayet qiluvchi sahabe İbn Abbas radhiyallohu anhu. Yani Allah Teala'nın la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. İbn Abbas radhiyallohu anh Allah Teala'nın tilinizni vehiyge aldırganlığınız üçün midirlatmang degan şu ayetiniki kavlide tefsir qilgan vaqtida İbn Abbas radhiyallohu anh rivayet qilgan hadis demekçi. Bazı rivayetlerde şu la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih degan yani meşhur rivayetlerde yokmuş mahsus. Fakat İbn Abbas radhiyallohu anh kâle kâne Resulullah da başlayıp gidiyordu. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minet tenzili yani Kur'an-ı Kerim'nin nazil buluşidin qattiq yani nazil buluşidin degeni yani Kur'an-ı Kerim nazil bolganlığının cihdedin tüpeyledin qattiq tilkishetdi. Qattiq urunatdi. İlacılarını qıpaqatdi. Tilkishetdi. Endi bu nima qilib tilkishetdi desa ve kana mimma yuharriku shafatayhi. Resulullah'nınki tilkişi olsa nima qilishdi? Ve kana mimma yuharriku. Belki mimma degeni yani Peygamber aleyhisselam'nınki küpünçe qiladigan işleri şu tushgan vaqtida Qur'on-i Kerim nazil bo'lgan vaqtida o'zining ikki kalpukini midirlatdi. Va kana mimma degani yani kesiran ma degan bo'ldi. Rasululloh o'ziniki ko'pincha qiladigan ishlari bo'lsa, yuharriku shafatayhi ko'pincha vaqtda o'zining ikki kalpukini midirlatdi. فقال ابن عباس رضي الله عنهما فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki فأنا anda o halde ki men bu iki kalp hükümni silaga Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem midirlatqandek midirlatib berey. Midirlatib bermen. Deb İbn Abbas radıyallahu anh şunda dedi. Feenzelallahu Teala andikin Allah Teala bunu ayetini nazil kıldı. Demek İbn Abbas radıyallahu anh'ın sözü bu kısturma cümle mi dedik. Mavam dedisin devamı.
La tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bih. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'aneh. Yani Allah Teala'nın bunu ayeti nazil oldu. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vahiy düşke vaxtıda vahiy yani qattiq tirmishib vahiyning qattiqligidan ig'irligidan kalfikini midirlat qilgandan keyin Allah subhanahu va taolo taqaddas siz vahiyniki direkt tamam buluşuğa vahiyniki tushib buluşuğa aldırab tilingizni midirlatmang. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'aneh. Şüphesiz ki bizning üstümüzge onu Kur'an-ı Kerimni jug'lash, Kur'an-ı Kerimni to'plash ve Kur'an-ı Kerimni qiraat qilish, o'qib bilish bizning mas'uliyatimiz. Siz uni aldırmang degan mazmunda oyat nozil bo'ldi. Endi İmam Buxoriy mushu oyatni İbn Abbas roziyallohu anhuning tafsiri bilan tafsirlab dediki: "Qala cem'uhu laka fi sadrika ve taqra'ahu." Yani bu Kur'an-ı Kerimni cemleş. Kur'an-ı Kerimni cemleş olsa yani sizge sizning meydinizge, sizning qalbingizga to'plash degan bo'ldi. Kur'an-ı Kerimni siz uchun sizniki qalbingizga to'plab bilish. Bizning Kur'an-ı Kerimni to'plash bizning ustimizga degan Allohning yani Kur'an-ı Kerimni to'plash yani sizniki qalbingizga to'plash bizning ustimizga. Siz qalbingizni to'plab bilish demekçi. Yani başka bir kitapta başka toplaş emas, sizning qalbingizni to'plash bizning mas'uliyatimiz. Ve taqra'ahu yani ve Kur'anahu degani ve taqra'ahu ve bu Kur'an-ı Kerimni o'qishingiz sizga o'qitish demak endi. Sizniki qiraat qilib o'qishingiz bizning mas'uliyatimiz. Yani biz sizga o'qitamiz uni. Siz aldırmang demekçi. İltini bayan qilib. Fa iza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Qachonki biz Kur'an-ı Kerimni o'qisak, fattabi' Qur'anah. Yani o Kur'an-ı Kerimni yani Cibril ne demek cemde? Şu siz o'qib bergan periştiniki qiraatiga ergishing. Qal İbn Abbas radhiyallohu anhu shuni tafsir qilib, "Fa iza qara'nahu fattabi' Qur'anah" degan uning qiraatiga ergishing yoki o Kur'an-ı Kerimni o'qishga ergishing deganni qal fastami' lahu va ansit. Yani sizga Kur'an o'qib bergan Cibrilga quloq soling va ansit degan shuk turing deb şerhlab berdi. Fattabi' Qur'ana degandiki tafsirini. Thumma inna aleyna bayanah. Ondan keyin u Kur'an-ı Kerimni bayon qilish bizning ustimizgadir. Deganini thumma inna aleyna an taqra'ah deb tafsir qildi Ibn Abbas radhiyallohu anhu. Ondan keyin u Kur'an-ı Kerimni o'qishingiz, yani sizga bizni o'qitishimiz, ya sizni o'qishingiz bizning ustimizgadir. Bizim mesuliyetimizdir demekçi. Fekâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ba'de zâlike aşunundikin izâ etâhu Cibrilu Peygamber Aleyhisselam'ın Cibril Aleyhisselam'ın kâga vaxtıda istema'a degan kulak silip Cibril Aleyhisselam'ın kıraati kulak salattı fe izâ talaka Cibrilu qaçan ki Cibril Aleyhisselam kesse qara'ahun Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kema qara'ahu. Peygamber Aleyhisselam o Kur'an-ı Kerimni xuddi Cibril Aleyhisselam o'qib bergandek o'qitdi. Mana bu red numur jihatda İmam Buxoriyning 5. hadisi. Nima? İmam Buxoriyning 4. hadisi ve Tecrid-i Salih'te 5. hadis deb aptu. Yani ikki xil rivoyat bor degan gap. Demek 4. hadis. İmam Buxoriyninki Sahih Buxoriyning o'zida yozganda 4. numar qolgan hadis bu. Endi biz qisqacha bu hadisga sharhisini qilib o'taylik. Aldı bilen bizdeki sözlemoqchi bo'lganimiz endi biz bu hadis bilan bab bilan bu hadisning bab bilan bo'lgan munosabatini va ilgari hadis bilan bo'lgan munosabatini so'zlab o'taylik. Bu hadisning bab bilan bo'lgan munosabati bo'lsa hammalarga oshkora. Ya'ni ilgari hadislarda bizim evvelen babның namı tercüme halinde, babның ünvanı neydi? Ünvan serlavisi biz az of ketayotgan babның serlavisining ismi nima? Vahiyning başlanışı. Endi vahiy qanday boshlangan? Vahiy degan nima? Degan shu vahiyniki mohiyatini so'zlamoqchi edi. Serlavidagi mazmun. Undan keyin
bizga vahiyning qachon boshlanganligini, vahiyning qanday shaklda keladiganligini bizga Imom Buxoriy rahimahulloh hadislar bilan keltirib bizga tushuntirdi. Endi hadisda bo'lsa, bu hadis bilan bu bab bilan nima munosabati? Bu hadisda faqat Payg'ambar alayhisalom ve kelgan Payg'ambar kalbini midilatgan, undan keyin Alloh taolo kalbingizni midilatma, tilingizni midilatma degan oyat nozil qilgan. Bunun nima aloqasi desa, bundan ilgirki bayon qilinganlari, ya'ni Qur'onning ba'zisi, Qur'onning bir qismi, yani vahiydan iborat, yani Qur'on Karimning biz iqra bismi robbikallazî xalaq g'ardi tushganligi, Qur'ondagi bir qismini, ya'ni Qur'ondagi asosiy mazmunlarini tushganligini bayon qilgan, qachon tushganligini, qanday shaklda tushganligini bayon qilgan. Bu bugungi hadisda Payg'ambar alayhisalom bilan Payg'ambar alayhisalom Qur'on Karimni qanday o'rganganligini, qanday, ya'ni vahiyni demakchi, vahiyni qanday o'rganganligini, Jibril alayhisalom qanday o'rganganligini bayon qilib bergan. Endi Qur'on Karimdagi vahiyning qachon tushganligini va qaysi oyatning bo'ldi tushganligini asosli jadval masalani bo'ldi keltirishning sababi, chunki u asos. Qur'on Karimning qachon tushgani, qaysi oyat bo'ldi tushgani, u qanday tushganligi degan bu asosma, asos bo'lganligi uni bo'ldi so'zladi. Endi bu vahiyni Payg'ambar alayhisalom qanday o'rgatdi, Jibril alayhisalom qanday o'rgatdi degan mau şekil bu nima bo'lganligi, sifat bo'lganligi buni asosga, ya'ni aslga agashtirib asldan keyin keltirdi. Hocam bu bilan bo'lgan munosabatni tushunib bo'ldik. Endi İbn Abbas radhiyallohu anhu la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih degan qavli haqida İbn Abbas radhiyallohu anhu bu oyatning tafsirida bu hadisni, tuvandagi hadisni rivoyat qiladi. Xo'sh, endi biz sharhiga kelaylik. Qala kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. İbn Abbas radhiyallohu anhu deydi ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qur'oni Karim tushganligi uchun, ya'ni vahiy tushayotgan vaqtida demakchi, vahiy tushganligi uchun, vahiy tushganligi sababidan qattiq tirkishatdi. Ya'ni nimishqa tirkishatdi desa, Qur'oni Karimniki vazni, vahiyning vazni, inna anzalna alayka qawlan thaqila degan u ajoyib vaznlik, hayvatlik, mas'uliyatlik bir so'z, ig'ir bo'lib, nihoyat vaznlik, bunda bir so'z tushganligi uchun Payg'ambar alayhisalom qattiq tirkishatdi. Qattiq bir ilojlarni qilatdi. Ya'ni qandoqsam qilib mushu vahiyni bir tezroq o'rganib olsam, qandoqsam qilib o'rganib olsam deb, ya'ni ilojlarni qilatdi. Endi biz bu Payg'ambar alayhisalomning bu tirkishiniki, bir ilojlarni qilishining, bir ishni qilish urinishiniki sababini bildik. Sababi nima ekan? Allah Teala inna senulqi aleyke kavlen thaqila degan, ya'ni bu so'zning hayvati, vahiyning hayvati qattiq ig'ir mas'uliyat. Endi Payg'ambar alayhisalom nima ishlarni qiladi deganda o'zi Musannif rahimahulloh o'zi sharh qilib, ya'ni Payg'ambar alayhisalom qanday shaklda tirkishatdi u vahiyni tushsa, nima ish urinib, nima ish qilib u vahiyniki shiddatini, vahiyning hayvatini pastlashga urinatdi, yengillatishga urinatdi desa, va kana mimma yuharriku shafatayhi. Va kana mimma yuharriku shafatayhi. Ya'ni bu yerga maqsad Payg'ambar alayhisalomniki u vahiyning ig'irligidan, vahiyning hayvatidan, vahiyniki bu mas'uliyatiniki kattaligidan Payg'ambar alayhisalom o'ziga bir yengillatish uchun, katta yengillatish, o'ziga bir rahatlik his qildirish uchun nima ish qiladi? İşki kalfkini müdürlütatdi. Xo'sh, endi bu ishki kalfkini müdürlütishdan vahiyniki qattiqligini pasaytishniki nima olaylik deganda, Payg'ambar alayhisalom vahiyning qattiq ig'ir tuyulib ketishini nima sababdan desa, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu vahiy tushsa, men Jibril alayhisalomga o'tib men buni yadab bo'lolmay qolamanmi? Deb yetdikçe yatlı olay, tezroq yatlı olay, unutib qolmay. Jibril alayhisalom o'qitsa, billa tang o'qisam texmi bek kallam o'z dishamiki. Tezroq yatlab olamanmiki deb Payg'ambar alayhisalom ansirishni nima ekan? Payg'ambar alayhisalomning qo'rqishi, men bu hayvatlik, bu mas'uliyatlik, bu
vəznlik bolğan bu vəhini Allah Taala maňa nazil qılsa, Cibril aleyhisselam bolğan göz oxuyup bolğuç unutub qalamammo. Dep ensirep unutub qalışını ensirep Peygamber aleyhisselam bitti billi oqu dedi. Kaç billi oqusam unutub qalmasmam dep. Tabii ki ayetni oquş üçün her qanday adam ayetni oqa olsa, tabii ki onunki kalbki tilini midlap getirdi. Kalbkini midlatmay, tilini midlatmay, hiç qanday bir kim ayet oqulamaydı da. Şunun üçün kalbimizni midlatman degan gap, yani bu bir kinoya, yani siz Cibril aleyhisselamdan tan ayet oqumang deganda bildirdi. İbn Abbas radıyallahu anh deydi ki, İbn Abbas radıyallahu anhu deydi ki, فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem yuharrikuhuma. İbn Abbas radıyallahu anh deydi, men bu işki kalbimni sizlarga Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o işki kalbimni midirlatqandek midirlatib bilmen. Deb İbn Abbas radıyallahu anh şundaq dedi. Xo'sh, endi mana bu yerda qarindoshlar bir qancha halqılık meseleler bayan qilib ketamiz. İbn Hajar al-Asqalani rahimahullah deydi ki, bu yerdeki muş İbn Abbas radıyallahu anh'ki muş İbn Abbas radıyallahu anh fe ana uharrikuhuma degan qavlidan yuharrikuhuma degan qavligacha bo'lgan ma cümle nima qistirma cümle. Yani Arapçada cümle mu'tarada deydi, Uyg'urchada yani qistirma cümle. Yani fa bilan boshlangan. Fa bilan qistirma cümle qilishma durust. Xuddi va bilan durust bo'lgandek fa bilan qistirma cümle qilishma durust. Endi bu yerdeki bu qistirma cümleniki bu qistirma cümle nimani ko'rsatadi desa, bu hadisniki alaydı. Beşte bir söz yapıyorduk. Bir mavzunu sözlüdük ha. Yani hadithul muselseli bitahriki şefeti deb. Yani kalbini midirletiş arkalık muselsel, yani arka sahabe tabi'in onun ravisi aynen midirletip gelgendek ulunup gelgen zencirsiman kalbini midirletiş hadisi deb. Meşhur, yani katı meşhur istedik. Bunun paydası nima, bunu söyledik anladıysa bunu Mustalahul Hadis kitaplarında bunu tefsiri bayan kıldı. Bunun paydası, yani bu hadisdeki tehim küçüklükünü bayan kılış. Anladın? Hadiste tehim o nima? Bunu ki senedinin ne kadar küçüklükünü, sahih ikenlikini, sağlam ikenlikini, yani bu hadisin rivayet kılgıcı Peygamber aleyhisselam'ın ki halatını öz küzü bilen köp tuğan, unutup kalmalıqını bizge ifadeleş arkalık bu hadisin ne kadar sağlam ikenlikini bildirmekçi. Endi bir yerde yeni bir inçki mesela İbn Abbas radıyallahu anhu ne dedi? Men bu işki kalp hükümünü silahı Resulullah midirtip bergendek midirtip bilmen dedi. Midirtip bilmen dedi. Onu derken az sahabe, bununkin çıkılan sahabe bununkin ben İbn Abbas radıyallahu anh'ı da midirt kalkını köydüm dedi. İbn Abbas radıyallahu anh'ı köydüm demeye midirtip bilmen dedi. Bunun sebebini ne dese bunu İbn Hajar Asqalani rahimahullah bunun sebebini deydi ki, çünkü İbn Abbas radıyallahu anh'u şu halette Peygamber Aleyhisselam'ın tilinin midirlatkalıkını kömügen idi. Çünkü Kıyamet suresi Mekke'de. Hem ölenlerin ittifakıyla hem müfessirlerin ittifakıyla Mekke'de nazil olgan. Belki bu ayetlerdeki kişinin en zahir vakası İslam'daki evvelinde olgan. İftida İslam'da. İbn Abbas radıyallahu anh uçakta tuğulmagan idi. Çünkü İbn Abbas radıyallahu anh hicretten burun 3 yıl. Hicretten 3 yıl burunlu tuğulgan. Hem de andağandan ki İbn Abbas radıyallahu anh'ın uçakta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kalfıkını medirat kaldıkını görüp onu rivayet kıldık halet yok degen gep. Lekin İbn Abbas radıyallahu anh'ın ne dep ya ben Resulullah medirat kaldık medirat bilmen degeni, çünkü bir yerde işgal ihtimali var. Çünkü İbn Abbas radıyallahu anh'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben bu şunda medirat evvel kalfıkını bu şundan medirat attım. Şunu olan bu ayet nazil olgan gibi midlat metkan bolganda Peygamber aleyhisselam özü sözlep bergen boluşu ihtimallık var. Ve ya ki İbn Abbas radıyallahu anh Resulullah'ın sahabelerinin katlı köp ilim ağanamdı. Resulullah'ın kim? Resulullah'ın sahabelerinin
sansız sahabelerden aşında tırışıp ilim ağan İbn Abbas radıyallahu anhu. Yani sahabelerden biri İbn Abbas radıyallahu anhu'a depegan buluşu mümkün. Şunun için bu hadiste Mişade İbn Abbas radıyallahu anhu ra'aytu Resulullah dedim. Resulullah'ı muyda kalıp köydüm dedim. Aşu nak meydandaki aletini demestin belki Resulullah medilatkan medilatip edip şunda inçikalık meseleldi mu köydem diyotmadı. Köydem diyotmadı. Çünkü köydem diyotkan bolsa amelen kalırsa İbn Abbas radıyallahu anhu şu der şu Peygamber aleyhisselam ve çıkıdığında millet tuttuğunda ne köptüken diyen gap amelenin kalısı yap kalmışsın da İbn Abbas radıyallahu anhu riayetini dedim. Bu miskin köygen. Mesela kim peygamberden de peygamberden millet kalıkını köyde. Lakin amelenin kalıska İbn Abbas radıyallahu anhu'nun bunu köygen vakti Resulullah'ın şu Mekke mükerremedeki en desep iktidar İslam'daki ve ise ve unutkamayı da bittik tekrar olayda İbn Abbas Cibril Aleyhisselam bilen tam bir okuda vaktini köygen çıkıp kendine yapıp kalmışsın. Çünkü İbn Abbas radıyallahu anhu uçağı tuğulmagan. Onun kendinin andavası hedisindeki seyirliklerini bir tesir edip kaldı. Şu sebepten İbn Abbas radıyallahu anhu bir şeyde ra'ayt edin gibi kötümüge. Lakin kimki sahabe yani İbn Abbas radıyallahu anhu Said ibn Cübeyr radıyallahu anhu öz güzülen kökenlikini var. Çünkü köken ameliyatta. Hem de hoş فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. Hem de benim bir şey tatip فأنزل الله تعالى diyen tatip cümle müterazı tügedi. Yani İbn Abbas radıyallahu anhu فقال ابن عباس فأنا أحركهما diyen İbn Abbas radıyallahu anhu ben telimini bildirtip bilay diyen yerden yuharrikuhuma diyen yerce ma cümle kıstırma cümle dedik ma utuguduma hem de ma beştiki vuruşudu yani kıstırma cümlenin beştiki Peygamber aleyhisselam üzündeki şu vehinikki ihirlikidin kattıklıkidin Peygamber aleyhisselam ensirep işki kalfıkının midirtat ettiyak ya da öyle için unutkamazlık için dedik ma şu sebepten fe ve şu Resulullah'ın ayda kalık için şuna demekçi yani fe-i te'lil. Şu sebepten Allah Teala tüvendeki onu ayetini nazil kıldı. Yani ey peygamber demekçi mehzubata. Siz yani tiliniz ne? Lite'acele bihi uvvehini tizrek yaptığı için. Cibril Aleyhisselam'ın ağzını tizrek ürünü verir için. Ensirep ve unutkalap demek ki ensirep aldırıp tilinizden bedirlatman. Dep onu kendi Allah Teala onun illetini beyan kılıp inne aleyna cem'ahu ve Kur'an'ı. Yani çünkü bu Kur'an-ı Kerim'ini cemleş yani sizin dilinizde toplaş ve onu ukbeleş bizim mesuliyetimiz yani siz ensirmen. Siz anda billah aldırıp billah okuyamışsınız mı? Okuyamışsınız mı? Biz hadicem bulan sizin kalbiniz bunu biz onaştırıp bitmiz. Biz toplap bitmiz onu siz biz okup bitmiz ya ona. Demekçi. Hem de İbn Abbas radıyallahu anhu ayet ne? Demek İbn Abbas radıyallahu anhu kardeşler şu aklınızda olsun ki İbn Abbas radıyallahu anhu turcumanul Kur'an yani Kur'an'ın tercümanı edip nam ağan tefsir şunaslarını çedik en ulu katta tefsir şunas. Hem böyle İbn Abbas radıyallahu anh tefsir kanıcı hiç kim onu pınkılanmaydı. Hatta sahabılı mı İbn Abbas radıyallahu anh'ın tefsiri kail idi. Mana şu İbn Abbas radıyallahu anh bu ayet üzü tefsir kıldı. Bu şeylisi rivayet kılışın ki sebebi mu? Şu ayetini tefsir kılış münasebeti bilen rivayet kılınan hadis bu mu? Münasebetinden de rivayet kılınan hadis. Şunun için İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki tefsir kılıp şu ayeti tefsir kılıp yukarı ayetine Kale cem'uhu leke fi sadrike ve tekra'ehu. Yani bu Kur'an-ı Kerim'ini cemleştiğini Allah Teala'nın ki cem'ahu diyen ki bu cemleştiğini yani leke fi sadrik sizgi cemleydi. Kim bilek başkası emez. Sizgi cemleydi fi sadrik. Ne cemleydi? Sizin kalbinizge. Yani sizin kalbinizge Allah Teala toplap birdi. Siz gamimen. Anladın? Siz gamimen. Degen bu tümenesi yani siz ondan başka Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de toplaştık yani bir kitapta da bir 30 par Kur'an'da toplap bitirgen buladık ki bunu manası hep öyle kama demek için bahsedeceğim. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın kalbide toplaş demekçi. Ve tekra'ehu yani Kur'anehu yani tekra'ehu Kur'anehu yani tekra'ehu da tefsir kıldı. Yani bir adet Kur'an yani kıraatehu demekçi. Tekra'ehu diyendikin bunu mesleğe elendirip
Yani o Kur'an-ı Kerimni o'qishingiz, qiraat qilishingiz, bu Kur'an-ı Kerimni qiraat qilish bizning mas'uliyatimiz. Yani sizga biz o'qib beramiz, sizni biz o'qitib biz xotirjam bilan siz hargiz o'qishni unutib qolmaysiz demoqchi. Endi İbn Hajar al-Asqalani rahimahullah mushu jam'uhu laka fi sadrika ve taqra'uhu degan mana mush yerda İbn Hajar al-Asqalani rahimahullah deydiki, yani ko'pincha rivoyatlarda, yani Imom Buxoriyniki rivoyatlari taliblardan bir necha xil nusxada kelgan. Ko'pincha rivoyatlarda bu jam'uhu laka fi sadrika bo'lmasin, nima? Jama'ahu laka sadruk. Jama'ahu laka sadruk deb buni rivoyat qilgan. Ya'ni tafsirida shu inna alayna jam'ahu va qur'ana degandiki, jam'ahuning tafsirida, yani jam'uhu laka fi sadrika deb buni tafsir qilmay, jama'ahu laka sadruk. Yani o Kur'an-ı Kerimni sizga sizning qalbingiz toplaydi. Siz g'amimang, sizning qalbingiz toplaydi deb. Yani bir yerdeki bunda men aytgan vaqtida bir yerda majaz, isnad majazi deb bir qoidani ishlatishga to'g'ri keladi. Bu qoida bo'lsa, yani bir yerde Kur'an-ı Kerimni Kur'an-ı Kerimni sizga sizning qalbingiz toplaydi dedi. Qalbingiz toplaydi. Anda olganda bunun ma'nosi isnad majazi. Yani balagat qoidasida bir isnad majazi deb bir qoida var. Yani şeyini musabbibga, sebep qilib beruvchiga isnod qilmasdan, nisbat bermasdan, nimaga? Sababga nisbat berish. Lekin buningdan haqiqiy asli maqsad nima? Asli maqsad buniki asli sabab qilib beruvchi murod bu yerdagi. Masalan, anbatar rabiul baqla deb ketadi. Yani bahar ot yoshlarni, o'simliklarni undirdi deb keladi. Undirdi deb keladi. Agar mushu gapni musulmon degan bo'lsa, buning ma'nosi yani bahar kelish sababi bilan Alloh taolo o'simliklarni undirdi degan bo'ldi. Yani bu yerdagi bahar nima? O'simlik undirishning sababi. O'simlikni undirguchi emas. Bas o'simlik qachon undi? Bahar kelgan vaqtda undi. Demek bu şu nima? Sebep bo'ldi bas. Bahar kelishi bilan bu sabab bilan o'simlik undi. Alloh taolo degan bahar kelish degan bir holatni, bir vaqtni o'simlikning unishiga sabab qilib berdi. Sabab qilib berdi degan bo'ldi. Mana bu yerdagi bu, yani o Kur'an-ı Kerim'de sizin kalbiniz toplaydı, jama'ahu laka sadruk degeni nima degan bo'ldi? Yani Allah Teala bunu ma'nosi, yani bunu ma'nosi. Jama'ahullahu li eclike fi sadrik degan bo'ldi. Allah Teala bu Kur'an-ı Kerim'ni siz üçün kalbinizde toplab berdi degan bo'ldi. Yani siz g'amima degan bo'ldi. Endi ve taqra'ahu degani Badruddin Ayni rahimahullah degan ki İbn Abbas radıyallahu anhu mushu jam'ahuniki tafsirida Allah Teala sizning qalbingizda to'plab berdi bu Qur'oni Karimni deb bo'lgandan keyin Qur'onahuning tafsirida yani taqra'ahu degani, bu yerdagi taqra'ahu degani nima demoqchi desa, bu yerdagi murod, bu yerdagi bu Qur'on. Yani va Qur'ona, bu ma taqra'ahu degan Qur'onahniki tafsiri. Qur'ona degani Peygamber Aleyhisselam tushirilgan eng bir qisqa bir so'z bilan Makka mushriklarga, notiqlarga jang e'lon qilgan Qur'oni Karim bo'lmasdan, balki bu masdar. Yani kitapki ismi alam, atalı isim bo'lmasdan masdar, yani qira'atan masdar, Qur'anan masdar. Qira'atan Qur'anan masdar. Yani o'qimak degani chiqqan, o'qimak, o'qish degan gapdan chiqqan. Demak buniki shunday bo'lgani uchun İbn Abbas radhiyallohu anhu taqra'ahu deb tafsir qildi Qur'ona. Yani demak biz 5 so'z deb o'tgandek, yani Qur'oni Karimni toplash ve Kur'an-ı Kerim'ni o'qib berish hammasi bizning mas'uliyatimiz. Siz undan g'am yemang, undan ansirab unutib qolamanmiki, yettigirak ijroyasam bilan birga o'qib, birga o'qimasam men unutib qolamanmiki, qalbimni qachonga deb ansirmang. Biz uni sizning qalbingizga biz o'rnatib beramiz
sizni uqtqini sağınımı biz. Sizni uqtqinimi biz. Siz qat'i g'amiyman. Degan bu deb Badriddin Ayni rahimahullah shunday sharhlagan. Ondan keyin Alloh taolaniki فإذا قرأناه فاتبع قرآنه degan qavli. Ya'ni biz Qur'oni Karimni o'qigan vaqtida fattabi' Qur'anahu, Qur'onni o'qishga ergishing yoki Jibril alayhisolamniki Qur'onni o'qib berganiga ergishing degan oyatniki tafsirida İbn Abbas roziyallohu anhu degan qol fastami' lahu va ansit, ya'ni o Jibrilga quloq sol va shuktu degan, shuktu. Xo'sh, endi mishadiki İbn Abbas radıyallahu anh'ki onun qiraatiga ergishing deb bunda bu ergishing gapni quloq soling, onun qiraatiga quloq soling, shukturing deb tafsir qilganning ma'nosi nima degan gap desa, ya'ni sizning qiraatingiz Jibril alayhisalom bilan qiraati bilan birga teng bo'lmasin. Ya'ni Jibril alayhisalom bilan teng siz Qur'onni vahiyni birga qiraat o'qimang. Balki siz Qur'onni balki sizning qiraatingiz Jibril alayhisalomning qiraatiga ergashsin degan, ya'ni Jibril alayhisalom qiraat qilib bo'lgandan keyin siz qiraat qiling. Unda bo'lganda siz Jibril alayhisalom qiraat qilgan vaqtida siz shuk turgan holatda bo'lasiz. Siz shuk turgan bo'lasiz, siz shuk tursiz, Jibril alayhisalom o'qib bo'lganda siz o'qing. Degan mushu ma'noni bildirmoqchi endi. Quloq soling, shuk turing degan deb tafsir qilgan edi Abbas roziyallohu, mushu ma'noni bizga bildirmoqchi. Alloh taolaning "Summa inna alayna bayanah" degan qavli, yani ondan keyin bu Qur'oni Karimni bayon qilish faqat bizning ustimizgadir. Bizning ustimizga g'anamdir degan. Mao oyatiniki tafsirini İbn Abbas radhiyallohu anhu tafsir qilgan. "Summa inna alayna an taqra'ah." Ondan keyin bu Qur'oni Karimni sizning o'qishingiz bizning ustimizgadir. Ya'ni sizga Qur'oni Karimni o'qitish, qiraat qildirish bizning mas'uliyatimiz. Siz uni g'amiyman. deb bunda tafsir qildi. Endi bu İbn Abbas radhiyallohu anh'ki bu oyatni bunda tafsir qilishiniki sababi va ma'nosi nima degan gap desa, ya'ni Qur'oni Karimni bir qatim qiroat qilib, undan keyin yana bir takror sizga qiroat qilib bilish va sizniki takror o'qitish. Qur'oni Karimni sizniki takror bayon o'qishingizning o'zi bu bizning ishimiz. Ya'ni sizniki Qur'onni o'qiganingiz, siz o'qiganday qilgan bilan biz sizni Qur'on o'qishga muvaffaq qilgan vaqtida siz o'qiy olasiz. Andan Jibril alayhisalom o'qib bo'lgandan keyin bu Qur'oni Karimni yod elib, unutib qolmay, to'xtamay mudarasa qilib, takror qilib, Jibril alayhisalom har Ramazonda kelib 2 qatim o'qib, to'g'ri hammasi bizning qilib berganimiz. Amaliyotda sizning o'qiganingiz bizning qilib berganimiz. Biz sizga bu tavfiq bermasak, biz nisf qilmasak, siz o'qimaysiz degan mushu ma'noni bildirmoqchi. Endi lekin İbn Abbas roziyallohu anh tafsiri lekin ko'pincha mufassirlar, ko'p sonli mufassirlar va Ibn Hajar Asqaloniy yana bir so'zida bu oyatga andiki "Summa inna alayna bayanah" degan bu oyat deyadiki, ondan keyin, ya'ni sizga biz uni o'qib bo'lgandan keyin qalbingizda Qur'oni Karimni to'plab bo'lgandan keyin, sizga yod qildirib bo'lgandan keyin Qur'oni Karimni bayon qilish degan, Qur'oni Karimniki ahkomlarini, mujmal tushuniksiz yerlarini ro'shanlashtirish, ochiqlab berish bu bizning mas'uliyatimiz. Biz sizga bayon qilib beramiz. Anladın? Degan bu buning ma'nosi. Buning ma'nosi bunda degan bu. Deb İbn Hajar Asqaloniy rahimahulloh shunda bayon qilgan. Endi lisan davomga kelaylik. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع. Andın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu vakadaki şu ayet nazil bo'lgandan keyin Jibril aleyhisselam Peygamber aleyhisselamning qishig'i kelgan vaqtida Peygamber aleyhisselam Jibril aleyhisselam quloq solatdi. Ya'ni demakchi o'g'ini Jibril aleyhisselam Peygamber aleyhisselamning yanına kelib ve yine qiraatni Alloh taoladan nazil bo'lgan Qur'onni o'qib bergan vaqtida Peygamber aleyhisselam birga o'qimay xotirjam bo'lib shuk turib quloq solatdi. Fa idan talaq Jibril aleyhisselam ketgan vaqtida
qara'ahun nebiyyu sallallahu aleyhi ve sellem kema qara'ahu degan Cibril alayhisalom ketgan vaqtida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u Qur'onni xuddi u vahiyni tushirgan vahiyni xuddi Cibril alayhisalom o'qigandek o'qiydi. Deb mana bu kelganda bugungi so'zimiz hadisimiz oxirlashdi. Endi bu shu bugungi hadisimizdan oladigan bir qancha hukmlar bor. Bu hadisning mazmunidan chiqadigan ahkomlar, hukmlar. Biz buni qisqacha bayon etib ketaylik. Bu chiqadigan hukmlardanki birinchisi shuki, muallimga, ya'ni har qanday ustozga, shariat bilimini o'rgatadigan ustozga, har qanday bir ustoz bo'lsa ham muallimga o'quvchi uchun bir bilimni o'rgatmoqchi bo'lsa, ish harakat bilan bo'lsa, uni suratini ko'rsatgan bo'lsa, surat bilan o'rgatish mustahab. Nima ish qilganda? Chunki bunday qilishda o'quvchiniki kallasiga, mengisiga bu darsning urilishi faqat so'z bilan yetkazgandan natijasi yuqori bo'ladi. Yani bo'lsa suratli qilib, shakllar bilan, o'zi harakatilar xuddi Ibn Abbas radhiyallohu anhu men payg'ambar islom tilini kalbini shunday midilatdi deb midilatgandek nima qilish? Ayni harakatlar bilan daskudoz bo'lsa rasmlik suratli qilib sizib, ayni qanday usul bilan talibniki, o'quvchiniki zehniga qancha yaxshi singdirgan bo'lsa, shuncha shu harakatlar bilan shug'ullansa mustahab, intayin yaxshi ekanligi. İbn Abbas radhiyallohu anhu'niki shu kalbini miltib turib, mushahidisniki naqadar sahih sog'lom ekanligini va payg'ambar alayhisolamniki millatgan holatini boshqalarga bildirib berishidan shu hukm chiqadi deydi. Endi ikkinchi hukm bo'lsa, hech qanday bir odam Qur'oni Karimni Alloh taolaning yordamisiz yodlig'i bo'lmaydiganligini. Ya'ni bu oyatniki payg'ambar alayhisolatu vasallamniki men oyatni unutib qolmay ittikrak yodlab olay deb Jibril bilan birga o'qituvini Alloh taolo yo'qotdi. Uni siz yodlamaysiz, biz yodlab turamiz sizga. Biz yod qilamiz sizga. Siz o'qimaysiz, biz o'qitamiz sizga. Shuni siz to'xtang. Siz Jibril o'qiganda shuk turing, anglang. Jibril o'qigandan o'qing, xotirjam bo'lib o'qing. Uni yodlatqani biz sizga. Siz yodlamaysiz, biz yodlaymiz. Biz yodqitamiz sizning qalbingizga. Biz to'playmiz sizning qalbingizda degan mushu so'zidan Qur'oni Karim deganni yodlash Alloh subhanahu va taolo va taqaddas yer yo'lakda bo'lmasa, Xudoyim nisf qilmasa yodlab olmayotgan. Ana deganlik, anda Qur'oni Karim yodlamaydi, Xudoyim to'plab qalbimni safqadan o'tin deganlik emas, balki Qur'oni Karim yodlovchilar davomli duosida Xudoyim Qur'oni Karimni qalbimning bahar qilib bersizlar, Qur'oni Karimni moyat qilib bersizlar, Qur'oni Karimni yod og'ili nisf qilib to'xtamay Alloh taoladan to'xtamay yordam tilang, istonat tilang. Qur'oni Karim yodlashingizda Alloh taolo shuni qalbingizda o'rlashtirib berdi degan gap chiqadi. Undan keyin bu Qur'oni Karimni yodlashning naqadar fazilat ekanligini chiqadi bu hadisdan. Ya'ni Alloh taolo uni siz qilmaysiz, biz qilamiz uni. Uni biz qilamiz deb alohida. Siz o'qimaysiz, biz o'qitamiz. Siz yodlamaysiz, biz yod oltiramiz. Siz to'plamaysiz, qalbingizni biz to'playmiz deb Alloh taolo bunda degani odat tikishlik Alloh taolo andaq deb ketmaydi. Bu intayin ulug' ish ekanligini. Rabbus semavati vel ard, osmon zaminning Robbi, biz yodlatamiz, biz to'playmiz degani bu intayin ulug' bir ish ekanligini, Qur'oni Karimniki yodlashning haqiqatan bir ulug' ish ekanligini ko'rsatib turdi. Endi bu chiqgan 4-hukm bo'lsa, Alloh taolaniki summa inna alayna bayanah degan bu qavlida Ibn Hajar Asqaloniyki shu ya'ni ko'p sonliq mufassirlarniki tafsiri bo'yicha, ya'ni bu Qur'oni Karimning ahkomlarini bayon qilish, Qur'oni Karimdagi mujmal, tushuniksiz, mubham yerlarni uchuqlab, tafsili bayon qilib berish, izohlab berish bizning ishimiz degandek shu oyatdagi summa degan Alloh taolaning qavli tarahi uchun summa degan, ya'ni orda muhlat paydo qildi. Ya'ni Qur'oni Karimni siz qalbingizda to'plab bo'lgandan keyin, o'qib berib bo'lgandan keyin, oylik vaqt o'tib, bir mazgildan keyin Qur'oni Karimdagi
hükümlerini bayan qilib berish bizning ustimizga degan munda ma'na chiqadi bundan munda ma'na aytgan vaqtida. Demak, bundan nima chiqadi ekan? Ahli sunnat va jamoat aqidasiniki bir dalil chiqadi. O dalil bo'lsa, ya'ni xitob nima? Qur'oni Karim bir ish nozil bo'lsa, buniki tafsiloti shu hamon bayon qilinishi shart emas. Shu hamon bayon qilinishi shart emas. Qachon bayon qilinishi shart? Ashunga ehtiyoj tushgan chaqda, hojat tushgan chaqda bayon qilinsa joiz. Ahli sunnat va jamoatning aqidasi. Undan keyin yeni bir gap, yumshoq gapniki tarmoqi, ya'ni Qur'oni Karimdagi butun hamma oyatlarniki ma'nosi %100 uchuqlab ketishi shart emas. Masalan, ayet-i muteşabihatlar. Mesela Elif, Lam, Mim, Hamim degan oyatlarning hammaning ma'nosini %100 uchuqlab ketish shart emas. Chunki Alloh taolo "Summa inna alayna bayonat" dedi. Yani Qur'oni Karimni o'qib bilish, to'plash bizniki mas'uliyatimiz, to'playmiz. Ondan keyin dedim, bu ondan keyin qiyomat kuni bo'lishi mumkin. Bu dunyoda bo'lishi mumkin. Bu aldirashlik yo'q bunda. Ya'ni masalan, oyat-i muteşabihlarniki ahli salafniki tutmanga yo'l qolsa desa, salaflar ayet-i muteşabihatlarning ma'nilarini kelgandaklab o'qib ketamiz. Ya'ni kullun min indi robbina. Hammasi Alloh taolaning Rabbimizning huzurida nozil bo'ldi iymon etamiz. Biz uniki ta'vilatini, mesela Hamim deganning ma'nosini degan bo'ldi masalan. Masalan Qur'oni Karimdagi yad, Ar-Rahmanu alal arsh istawa, vajh degan bu oyat sifatlar hammasi ayet-i muteşabihatning qatoridan. Yani andaq ma'nosi bo'lish ehtimolliqi va mundaq ma'nosi bo'lish ehtimolliqi bor. Demek bu hammasi Alloh taolaning o'z irodasi bo'yicha buning bir ma'nosi bor. Deganda hech shubha yo'q. Alloh taolaning laysa kamisli shay va vas-samiul basir degan. Alloh taolo o'zining bandasiga o'xshamaydigan, hech qanday shaklda o'xshamaydiganligiga unida hech qanday bir nima shubha yo'q. Lekin buning haqiqiy ma'nosi Alloh taolaning bu irodasini Alloh taolo o'zi biladi. Buni biz Alloh taolo "Summa inna alayna bayonat" dedimi? Qiyomat kuni Alloh taolo bizga buniki barliq tafsilotini bizga bayon qilib berdi, oyat mutashabihatlarniki. Deb bu dunyoda buniki ayet-i muteşabihatlarniki ta'vilatiga kendini qo'llamaymiz, cho'kmaymiz. Uni kendini cho'kmaymiz. Biz hammasi Alloh taolaniki, Rabbimiz Allohning huzuruna kelganda iymon etamiz degan bu ahli salafning tutmangan yo'li. Demak, bu shu oyatmi, ya'ni "Summa inna alayna bayana" degandimi? Ya'ni demak, Qur'oni Karimning oyatlar nozil bo'lgan hamon chuqur buning bayonoti, tafsiloti shu hamon shu degan gap bo'lmaydi. Summa degan gap yani kechikibroq. Ya mesela yeni bir meselesi, mesela bunu mucmel muteşabihin ama mucmelini alsak, mesela Allah Teala hac kılınma deb buyurdu. Hac kılınma. Hac kılın deb yılının 5'ida hac kılın deb buyurgan bolsa, ta ki hac vaqti kelib bo'lgunchalikka, hac oylari kelib bo'lgunchalikka, Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu hac kılınlar degan, hac qilish degan qanday faoliyat? Bununki hükümleri nima? Ahkamları nima? Bunun tafsilotini yoki buni bir oyat nozil bo'lmadi. Yoki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadis tushundirmadi. Toki hajga vaqtida uni keyin hajga vaqtida hammalarniki haj qilishga hojat tushdimi? Shu chaqda buningga endi ya oyat nozil bo'lsa yoki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima orqali hadis orqali hajning butun tafsilotini qo'ydi. Xudu anni manasikakum deganday Payg'ambar alayhisalom tushuntirib berishi nima? Joiz. Amaliyat shunday bo'ldi. Haj qilinadi degan oyat nozil bo'lgandan keyin Payg'ambar alayhisalom o'zi haj qilgan vaqtda Hajjatul Vidoda Payg'ambar alayhisalom haj qildi, hamma sahoba bilan birga haj qildi. Mana shu vaqtda shuni hammasi joiz. Joiz. Amaliyat shu vaqtda joiz bo'lgan. Shu Mu'tazilada bir guruh deydi ki andash yo'q. Qur'oni Karimda har qanday bir oyat olsa, cho'qim shu zaman nozil bo'lgan zaman buning ma'nosi oshkor bo'lishi kerak. Buniki anda mujmal holat qilishi joiz emas deydi. Lekin ahli sunnat va jamoat deydiki, oyatlar baldi xos tushib, baldi umum holatga tushib, keyin xoslanishi mumkin. Baldi qaydsiz mutlaq holatga tushib, keyin qaydlanishi mumkin. Baldi mujmal holatga tushib, keyin mufassal bo'lib tafsilli bayon qilishi mumkin. Va mutashabih oyatlar uchun uniki ahli salafning qoidasi bo'yicha buningki ma'nilarini bizga yetish bizdan talab qilinmaydi, balki shu oyatlarning Alloh taolaning dargohidan nozil bo'lganligi iymon etish bizdan talab qilinadi degan ahli salafning yo'li. Mana shu hadisniki "Summa inna alayna bayana" deganning tafsiridan shu chiqib turadi. Deydi, endi
Mana müşahakere vaktimizde bu hadisin çıkılan inçiki mezmunlarını hemmini bir kadar bayan qilib bo'lgan bo'ldik. Bu tefsirler eğer doğru bo'lgan bo'lsa bu şerhler bu Allah subhanahu wa ta'ala ve taqaddasdan eğer hatalık bo'lgan bo'lsa bu mening nefsim şeytandan Allah Teala'dan hammalarga tevfik hidayet bilishini tilayman ve sözünü anlap bunun en yaxshisiga amal qiladiganlardan qilishini ve şunlardan buluşunlarını Allah Teala'nın tilayman ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu teala ve sellem ala khayr halqi Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve rahmetke ya erhamer rahimin.